Tarix buyuk kelajakning poydevori. Biz ulug' ajdodlar intilishi, orzulari va g'alabalarining davomchilarimiz. Bugun O'zbekiston yangi bir davrga, o'zining yuksalish pallasiga qadam qo'ydi. Bu davrning asosiy harakatlantiruvchi kuchi esa bizmiz. Yangi O'zbekiston bu shunchaki nom emas, bu imkoniyatlar maydonidir. Biz faqat o'tmish bilan faxrlanib qolmay, bugun dunyo bilan bo'ylashadigan intellektual avlodimiz. Ilm-fan bizning qurolimiz, innovatsiya bizning yo'limiz, ma'naviyat bizning sarmoyamiz. Hozirgi yoshlar IT texnologiyalaridan tortib, eng murakkab nanotexnologiyalargacha egallamoqda. Biz chet tillarida dunyo bilan bemalol so'zlasha olamiz, lekin ona tilimizni ham muqaddas bilamiz. Bizning kuchimiz birligimizda. Biz ma'rifatni jaholatga qarshi qalqon qilgan, o'zligini anglagan avlodimiz. Har bir mahalla, har bir xonadonda o'zgarishlarni o'zimizdan boshlayapmiz. Zero vatanparvarlik bu quruq so'z bilan emas, balki har kuni qilingan kichik bo'lsa-da foydali mehnat bilan ko'rsatiladi. Yangi O'zbekistonning yangi avlodi. Bu islohotlar qanoti. Biz o'z maqsadlarimiz sari dadil odimlaymiz. Bizning orzularimiz vatanimiz kelajagi. Biz yangi O'zbekistonmiz. Biz buyuk maqsadlar ijrochilarimiz.